Bu Faberlic kompaniyasining Beauty Lab Blur seriyasidan yangi novinka выравнивающий krem для лица. Hozir buni baza qilib ishlatsa ham bo'ladi. Effekt Photoshop beradi. Выравнивать qiladi har xil mana chuqurlarda, yuzdagi har xil mana сияние bo'lmasa, mana yuzni yaltiratib, chiroyli qilib beradi. Judayam tez effektga beradi. И mana быстро впитывается. Hali жирный блеск bermaydi yuzga, yog'li блеск bermaydi va подходит для повседневного макияжа. Har safar mana har kuni surkasanglar ham bo'laveradi bemalol. Kimda mana zonasida T zonaga bemalol surkasa bo'ladi va dnevnoy krem va kechqurun ham surkasa bo'ladi. Kimda mana ajin bo'lsa, ajin joyiga qo'llarda yaxshilab surkab, massajini qilib, похлопывающий движениялар bilan qilsa bo'ladi. Mana расширенный pori kimda nuqtalari mana yoki qora nuqtalar joyi ochiq qolgan bo'lsa, poralarni ham yopib beradi. Judayam yaxshi baza ham. Нанесите под макияж. Mana под макияж baza zo'r. Hozir men buni распаковка qilib ko'rsataman. Mana срок годности chiqqan datasi mana bu 2025-yil. Mana ochilgandan so'ng 6 oy foydalanish kerak. Mana 36 oy с data выхода mana срок годности. С data выхода на упаковке 15 ml. Mana men ochdim hozir korobkani. Hozir ochib. Mana judayam chiroyli upakovkada. Mana upakovkalari. Hozir mana ochib ko'rsataman. Mana ochdim. Qaranglar qanaqa chiroyli upakovkada, богатый. Judayam nima stolga ham qo'yib qo'ysam bunday chiroyli turadi. Mana baza под макияж, даже bu krem. Bunday qilib bossanglar chiqadi. Mana chiqdi. Mana shunaqa effekti. Hozir hidlarini. Hidi judayam приятный hidi. Judayam menga yoqdi. И bazaga ham judayam zo'r beradi effekt mana. Yuzga surkagandan so'ng ham yaxshi effekt beradi yuzlarda. Отбеливать ham qilib beradi judayam. Judayam sumkalarda olib yurgani ham judayam mилый, judayam chiroyli baza.